Hammaga salom aziz do'stlar, sizlar bilan Toning Pro Kipam do'stlar. Hop do'stlar, bugungi videoroligimizda sizlar bilan endi Malibomda obzorini bergan holda video olaman. Endi Malibomni hayotiy obzorini qilib beraman. Endi o'yinda emas, hayotiy obzorini qilib bersa, unda boshladik. Ichki salondan boshlaymiz. Birdaniga boshidan ikkita tablo bo'lar, tablo abograf degandek, mana bu yerda avtomat коробка, rollar airbag, burilishi yaxshi. Endi oynalarni yoqib ko'rsatsak, oynalarni ham yoqamiz. Oynamiz orqada kamera bor. Endi kameralarimiz ham yaxshi ishlaydi. Kameralari ham o'zidan chiqqan. Endi hamma narsasi bor. Keyin hammasida isitish moslamasi bor. 8 ta himoya yostig'i hamda mana buni hozir sizlarga orqalaridan ko'rsataman. Endi mana qilib qilsak, orqalarida uncha narsalar yo'q. Mana bu yerda isitish narsalari bor. To'g'ri ham bo'g'ilib qolyapti. Hamma narsasi juda zo'r degan umiddaman. O'zlaring ham bilsalaring kerak. Mana qilib shuni bosib qo'yamiz. Hop, endi tashqarisidan ko'rsak, otqichimiz 253 otqichi bor. Boyagidan Excel'dan Malibu Excel'dan kuchliroq Premier turbosi bu. Mana ko'rishlaring ham mumkin. Malibu Turbo Premier rasxodi katta, probeg endi probega yaqin oldim-u, bilsalaring kerak. Probegi kamroq. Mana buni kapoti tagida motor, normalniy motor turibdi. Bu yerda 2 necham litrmidi shunaqa edi. Mencha ham bilmadim. U Maliboni ancha bo'lib ketdi bolalar. Malibu obzorini qilaman degan videochimga esimdan chiqib qolibdi, yodimdan ko'tarilibdi. Endi bunga rasxod ketganini aytsam, logolarni normalniy qilib oldim. Sal boshqacharoq edi, o'zim yoqqandek oldim. Keyin dronda ko'rsataylik. Mana bu yerga humo qushlar rasmini chizdirdim. 3 ta antenna qo'ydirdim. Keyin diskalar qo'ydirdim bola. Mana bu yerga Malibu mana qolyapti. Malibu degan yozuvlar yozdirdim chiroyli qildirib. Endi bolalar, videomiz sal kamroq bo'ldi. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoga qo'yishligim uchun bitta shpaqtlab bitta rasm qo'yib qo'yamiz. Telefon zaryadi ham 12% qolibdi. Shuning uchun videoni tezroq tugatamiz. Hammaga rahmat, hammaga xayr. Videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun like va like bosinglar, komment yozinglar. Obunalantirsangiz bosib tashlaylar. Xursand bo'lardim. Agar bir hafta 2 haftada aktivimiz zo'r bo'lib 150 ta mayli 150 ta obunachi kelib qolsa, hammalar mashinalaringni yaxshi narxda olib qolaman. Uning uchun sizlarning yordamlaring faqat shu obunani ko'paytirishlaring kerak. Hammaga rahmat. O'zi 130 ta bo'lib qoldik, 130 ta bo'ldi, 131 ta bo'ldik. Bo'ldi bo'lar, gapni ko'p qilmaymiz. Hammaga rahmat, hammaga xayr. Sog' bo'linglar. Asmga qo'yaylik.
yoqtirasiz. Bitta rasmga olamiz. Endi videoni o'chiramiz.